Registon maydoni nimasi chiroyli va odamlarni nimasi bilan o'ziga jalb qiladi? Bir qarashda ko'zga tashlanmaydigan, lekin ushbu ansamblning asosiy bezaklarini tashkil qiladigan unsur bu koshinlardir. Koshinlar bu loydan yasalgan hamda sir bilan qoplangan rangli plitkalar hisoblanadi. Koshinlarning o'ziga xos xususiyati ular 500 yillar davomida o'zining rang-barangligi va sifatini umuman yo'qotmay turadi. Bunlar rangga keladigan bo'lsak, ko'proq bu yerda ko'k hamda yashil rang ishlatilgan. Ko'k rang bu osmon ramzi bo'lgan va yashil rang islom ramzi bo'lgan. Mana endi eng qiziq jihati ushbu koshinlarda qanday texnologiyadan foydalanganki, u 100 yillar davomida yomg'ir, qor va bo'ronlarga dosh berib o'z rangini yo'qotmagan. Bu darajadagi yaltiroq va sifatli koshinlarni ishlab chiqarish uchun dastlab loydan yasalgan plitkalar pechda pishirib olingan va keyin ko'k rang uchun kobalt rudasi, yashil rang uchun esa mis rudasini maydalab kukun holiga keltirilgan va oldindan tayyorlab qo'ygan ohak suv bilan birgalikda aralashma tayyorlangan va plitkalar ustiga surkalgan hamda qaytadan pech ichiga solinib 800 gradusdan 1000 gradusgacha bo'lgan haroratda qizdirilgan va o'sha ruda erib ketish natijasida hozirgi ko'rinishdagi silliq va yaltiroq sifatli koshinlar hosil bo'lgan.